Avvalambor assalomu alaykum. Barcha O'zbekistonliklar, musulmonlar hayit bayrami bilan tabriklayman. Qurbon hayit bilan. Juda ham yaxshi yetib keldik. Adaptatsiya mana уже boshlandi. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Bugun mana birinchi mashg'ulotimiz Nyu-Yorkda. Undan tashqari shu bizni aeroportda kutib olgan o'zbek muxlislarimizga ham kattakon rahmat. Xudo xolasa tayyorgarlikni bugundan boshladik jahon chempionatiga. Yo'lniki jarohatdan so'ng maydonga qaytdingiz. Bu sizni tiklanishlaringizdan davom etdi anchagina va o'zingiz qanaqa his qilyapsiz maydonga qaytishga, terma jamoaga qaytishga? Juda ham yaxshi, hammasi a'lo darajada, Xudoga shukr. Hammasi yengil o'tdi, Allohga shukr. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha shu jahon chempionatida yordam berishga harakat qilamiz terma jamoa. Jahonga ikkita o'rtoqlik o'yinimiz bor, Kanada va Niderlandiyaga qarshi. Mana shu o'yinlarda juda ham yaxshi o'yinlar bo'ladi deb o'ylayman. Biz ham o'zimizni tekshirib olamiz jahon chempionati shu o'yinlardan oldin. Juda ham yaxshi o'ylashgan. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar. Ha? Onu yağmur yıkırsın mı? Kamera. Bunları hayır namaz geçirmek. Qarshidoq vafli, qovurilgan yer yong'oq va karamel. Bularning barchasi bitta Apache batonchigida. Apache, quvvatlan va harakat qil.